Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy hukumati bir qism kishilarga vaksina emlashga bo'lmaydi deb uqtirish chiqargan. 2021-yil 1-oyning 9-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda umumyuzlik vaksina emlashni boshlaganda, ba'zi kishilarga vaksina emlashga bo'lmaydi deb uqtirish chiqargan bo'lib, ular tuvandikicha. 1. 18 yoshdan kichiklar va 59 yoshdan cho'nglar. 2. Burun vaksina emliganda og'ir darajada aks ta'sir yuz berganlar. 3. Homildor ayollar. 4. Jiddiy xarakterli kesli borlar, so'zlim xarakterli kesli borlar. 5. Doktorlar vaksina emlashga bo'lmaydi deb qaragan kishilar. Xitoy hukumati Uyg'ur ayollarining sochlarini majburiy kesib olmoqda ekan. 2021-yil 1-oyning 13-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy hukumati lagerdagi Uyg'ur ayollarining emas, balki o'z uylarida yashayotgan Uyg'ur ayollarining, hatto yoshqa cho'ng bo'lgan Uyg'ur onlarning sochlarini kesib elib ketganligi ma'lum. Burun chiqqan xabarlarda chosh yig'adigan Xitoylarning hatto Uyg'ur qabrlarini ko'lab echib, chosh yiqqanligi ma'lum bo'lgan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ko'zitish Tashkiloti 2020-yildagi kishilik huquqni dafsanda qilgan 10 cho'ng davlatni oshkorladi. Xristian pochtasi gazetining 7-yanvardagi xabarda deyilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ko'zitish tashkiloti 2020-yildagi eng og'ir kishilik huquqni dafsanda qiluvchi davlatlar tizimligini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy bu tizimlikda birinchi o'rinda turgan. Xitoy millionlagan Uyg'urlarni lagerga qamash, kishilik huquq faoliyatchilarini turmaga tashlash, Tibetni vayronchilikqa uchirtish, Hong Kongda erkinlikni bo'g'ish qatorliq jinoyatlar bilan ayblangan. Kishilik huquqni dafsanda qiluvchilar tizimligida Xitoydan boshqa Eron, Kamerun, Venezuela, Saudiya Arabiston, Zimbabwe, Kuba, Turkiya, Shimoliy Koreya va Rossiya qatorliq davlatlar bor bo'lib, bu 10 davlat o'z fuqarolarini qiynash, turmaga tashlash, ochliqqa duchor qilish, siyosiy o'qituvchilarga ziyonkashlik qilish, diniy e'tiqodi tufaylidan kishilarga ziyonkashlik qilish sababidan yuqorqi tizimlikka kirgizilgan. Yevropa Ittifoqi Xitoydagi manfaati sababli Xitoyning jinoyatlariga ko'z yumgan. New York pochtasi gazetining 7-yanvardagi xabariga qaraganda, 2020-yili Xitoy raisi Xi Jinpingning geopolitik qonunsiz qilmishlari va davlat ichidagi zo'ravonligi eng yuqori pallaga chiqqan bir yil bo'lishiga qaramay, Yevropa Ittifoqi yana Xitoy bilan bir taraflamalik, aniqsizlik va aldamchilikqa to'lgan savdo kelishimini imzolagan. Xabarda deyilishicha, Yevropa Ittifoqi bu kelishimning o'zining manfaatini qo'g'daydiganligini, yadroliq qimmat qarashini ilgari suradiganligini da'vo qilsa-mu, amaliyotda bu kelishim ularning o'z qimmat qarshi qilingan xiyonat bo'lib qolmasdan, balki yana ittifoqdoshi bo'lgan Amerikaga qilingan xiyonat hisoblanadi ekan. Xabarda yana Yevropa Ittifoqining iqtisodiy manfaatini deb Yevropaning qimmat qarashini qurbon qilganligi tilga elingan bo'lib, bu kelishim Yevropa parlamentidagi kishilik huquq tashabbuschilarining va Uyg'urlarni majburiy emgakka selishini to'xtatish uchun harakat qilayotgan kishilarning tirishchiliklarini yo'qqa chiqardi ekan. Twitter Xitoyning Amerikada turishliq elchixonasi chiqargan Uyg'ur ayollar amdi tug'ut mashinasi emas nomli yozmasini o'chirib tashladi. Qo'g'dig'ichi gazetining 10-yanvardagi xabarda deyilishicha, Twitter Xitoyning Amerika bosh elchixonasi chiqargan Uyg'ur ayollarining oshqullikdan ozod qilinganligi va amdi bovoq ishlab chiqarish mashinasi emasligi to'g'risidagi yozmasini o'chirib etgan va bu yozmaning Twitterning qoida nizomiga xilof ekanligini aytgan. Bu yozma e'lon qilingandan keyin xalqarada kuchli ayblashga uchragan. Birlashma agentlikning keng ko'lamli tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Xitoylar necha yuz minglagan Uyg'ur ayollarga majburiy homildorlikdan saqlanish va bola tushirish qatorliq vositalarni qo'llangan bo'lib, Sharqiy Turkistonning janubidagi rayonlarda tug'ish nisbati ko'rinarli tuvanlab ketgan.
Angliya Sharqiy Turkistonga munosabatli savdo aloqani to'xtatdi. Amerika ovozining 12 yanvardagi xabariga qaraganda, Angliya hukumati seshanba kuni Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakka bog'lanishli mahsulotlarga chetilib qolishining oldini olish uchun yangi tuzumlarni belgilaydiganligini e'lon qilgan. Xabarda deyilishicha, Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab parlamentda qilgan so'zda Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan turli irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini tilga olgan bo'lib, Angliya hukumatining cho'qim tadbir qo'llanib, Angliya korxonalarining Xitoydagi jazo lagerlari bilan chetishligi bor mahsulotlarga chetilib qolmasligini talab qilgan. U yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharqiy Turkistonga berib, u yerdagi majburiy emgak silish va kishilik huquq tafsirchiligini tekshirishi lozimligini o'tirib qo'ygan. Shundaqla Angliyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatda o'z qimmat qarashini yoki davlat bexatarligini qurbon qilmaydiganligini jakolagan. Sobiq Kanada parlament a'zosi Xitoy ko'zitish uskunalari shirkatining chet el vakolatchisi bo'lishdan chekindi. Fox xalqaro to'rining 12 yanvardagi xabariga qaraganda, Kaliforniyaning sobiq kengash palata a'zosi Barbara Boxer bu hafta Xitoyning ko'zitish uskunalari shirkati bo'lgan Haykang shirkatiga vakolatchi bo'lib, tizimli bo'lib, orqadan qarordan yenib olgan. Bu Xitoy shirkati 2019 yil Kanada savdo ministrligi tomonidan Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda Uyg'ur qatorliq millatlarni bostirishga qatnashganligi bilan ayblanib, Kanadada cheklangan bo'lib, Boxer mazkur shirkatga vakolatchi bo'lmoqchi bo'lgandan keyin kuchli ayblanishga uchragan. Shuning bilan u qarorini o'zgartgan va vakolatchilikdan chekingan. Igilnishcha, Haykang shirkati dunyodagi oldingi qatordagi ko'zitish uskunalari shirkati bo'lib, 2016 yildan 2017 yilgacha bo'lgan oraliqda Xitoy soqchilari bilan 272 million dollarlik to'xtam imzolagan ekan. Amerikaning Osiyo Tinch okean strategiyasi. Trump hukumati yaqinda Hindi Tinch okean strategiyasini oshkorladi. Hindistonning yukselishini tezlatish, Xitoyni yer shari miqyosida o'z ta'sirini kuchaytirishdan to'sish, Amerikaning strategiyalik ustunligini saqlab qolish qatorliqlar Trump hukumatining Hindi Tinch okean strategiyasidan o'rin olgan. Trump hukumatining 10 bat hajmdagi Hindi Tinch okean strategiyasi 2018 yilning boshlarida yozilgan bo'lib, Amerikaning o'tgan 3 yilda Xitoy, Hindiston, Shimoliy Koreya va Hindi Tinch okean rayoniga joylashgan boshqa davlatlarga yurgizgan siyosati mushu strategiyani asos qilgan. Bu strategiyaning oshkorlanishi hokimiyatga chiqish oldidagi Bayden hukumati yuzlanadigan geopolitik va bexatarlik xirislarni ko'rsatib berdi. Trump hukumatining mazkur strategiyasidagi bosh obyekti Xitoy bo'lib, Xitoydan keyingi ikkinchi obyekti Shimoliy Koreya bo'lgan. Mazkur strategiyada Xitoyning dunyo miqyosida o'zliksiz eshivatgan ta'siriga taqobil turishni bosh nishon qilgan bo'lib, Amerika buni vujudga chiqarish uchun o'z ittifoqdoshlari bilan strategiyalik birdaklik hosil qilish, Hindi Tinch okean rayonida erkin iqtisodiy tartib o'rnatish, o'z ittifoqdoshlari bilan birlikda Xitoyning josuslik harakatlariga qarshi turish qatorliqlarni bosh nishon qilgan. Strategiyada yana Hindi Tinch okean rayonida Xitoyga raqib hisoblanadigan Hindistonga qartilgan askariy, istixborot va diplomatik yordamni yuqori chekda kuchaytirishmo o'rin olgan. Trump hukumati yaqinqi 3 yilda Xitoyga qarshi turishda mundaq tirishchanliklarni ko'rsatdi. Xitoyning sanoat siyosatining va odillikqa yot savdo harakatlarining xalqarалық savdo sistemasini buzg'unchilikqa uchratayotganligi to'g'risida xalqaro jamoatchilikni birdak qarashga elib kelish, Xitoyning Amerikada elib berayotgan josuslik qilmishlariga qarshi harakat qo'zg'ash, shundaqla o'z ittifoqdoshlarini Xitoyning ashu elib berayotgan josuslik harakatlariga qarshi turishga safarbar qilish. Tayvanning Xitoy bilan bo'lgan uzun muddatlik jiddiy munosabatida Tayvanga yordam berish uchun harbiy va asimetrik urush strategiyasini taraqqiy qildirish. Amerikadagi sazgur sohalarga Xitoyning mablag' silishiga qarshi davlat bexatarligini ko'zdan kechirish salmoqini oshirish.
ittifoqdoshlari bilan birlikda Xitoyni harbiy va strategik yuksalishlarni qo'lga keltirishdan to'sish. Mazkur strategiya dokladida Hindistonning Himalayani manba qilgan tatliq suv masalasidagi Xitoy bilan bo'lgan to'qinishi jihatda Hindistonga yordam berishmi o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, dokladda buningdan boshqa muhim masalalardami Hindistonga yordam berish kerakligi ko'rsatilgan. 2020 yili Hindiston bilan Xitoy 1967 yildan buyangi eng ig'ir chegara talashish to'qinishini beshidan kechirgan yil bo'ldi. Amerika bu jihatda Hindistonga moyilligini ifodaladi. Biroq Amerika Hindiston munosabati murakkab munosabat bo'lib, so'g'uq munosabat urushi mezgilida Hindiston Amerikaning tarafdori bo'lishni rad qilib, hech qaysi taraf bilan ittifoq tuzmaslik harakatiga boshlamchilik qilish yo'lini tanlagan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika hadisila Hindistonning Osiyodagi tarixiy raqibi Pokistonga moyillik ko'rsatib kelgan edi. Trump hukumati bo'lsa 2017 yili yo'lga qo'yilgan davlat bexatarligi strategiyasida o'tmishdagi hukumatlarning an'anasini cho'rib tashlab, Xitoy bilan Hindistonni o'zining Hind Tinch okean strategiyasining bir parchasi deb bildi. Amerikaning Tinch okean qo'mondonlik shtabi 2018 yili ismini Hind Tinch okean qo'mondonlik shtabiga o'zgartdi. Amerikaning bu harakatiga birdek holda Xitoyning bosh ko'tarishiga qarshi inkosning amaliy ifodasi deb baho berildi. Avstraliya bilan Xitoyning o'rtasida bo'lib o'tgan ishlar 2018 yildagi Hind Tinch okean strategiyasida muhim rol o'ynadi. Amerikaning cho'ng amaldorlaridan biri bu vaqtda mundaq degan edi. Avstraliya nurg'un jihatlarda, ya'ni Xitoyning ta'sir ko'rsatish harakatlari va davlatining ichki ishiga aralashishining oqibatini tushunish jihatda avangardlik rolini o'ynadi. Avstraliya bu jihatda boshlamchidir. Biz Avstraliyaning inovatini qilishimiz kerak dedi. Amerikaning ittifoqdoshlari bilan birlashib Xitoyni Osiyo Tinch okean rayonida shuklatish harakati izchil davomlashmoqda. Hokimiyatga chiqish oldidagi Bayden hukumatining Xitoyga qanday muomala qiladiganligi munosabatli kishilarning diqqatini tortmoqda. Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan ko'rishi uzun muddatli kurash bo'lib, Xitoy bilan bir necha yil tutishib beqibla bel qo'yib o'tish Amerikaga va dunyoga g'oyat zo'r tahdidlarni elib kelishi turganligi. Kelgusi Bayden hukumatining to'g'ri qonun siyosatlarini yurgizishi Amerikaning va dunyoning bexatarligi bo'libmi Uyg'urlar uchun intayin zarur bo'lib qoldi. Odam nimaga asosan ma'lum narsaga ishonadi? Ba'zi psixologlarga asoslanganda bir odamning nimaga ishonishi, nimaning rostligi va yoki nimaning haqqoniyat ekanligiga bog'liq bo'lib qolmasdan, balki har bir odamning nimani rost deb tanlashiga, ya'ni nimaga ishonishni xohlashiga bog'liq. Normalda hammamiz o'zimiz ishongan narsani haq yoki rost deb qaraymiz. Bir odamning o'zini markaz qilgan haqqoniyat o'lchimi bo'lib, o'rtaq manfaatga ega bir to'p kishilarning, bir millatning haqqoniyat o'lchimida ba'zi o'rtaqlik bo'ladi. Lekin u deganlik u hamma odamga o'rtaq bo'lgan universal haqqoniyat deganlik bo'lmaydi. Bir odamning nimaga ishonishida tövandagi bir necha omil nihoyat muhim rol o'ynaydi. Birinchi, insonning o'z-o'zini bazlishi. İnsan har xil sabablardan, bo'libmi o'z sababidan ishlar ro'naq topmaganda yoki peshkanlik uchirganda, sababini tashqi omillardan izlab, o'z ko'nglini rohatlantirishga, o'zini ayblashdan qutulib, qanoat hosil qilish ehtiyoji bor. Bu u odamning nimaga ishonishni tanlashida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Ikkinchi, insonning nimani o'ziga eng foydali deb qarashi. Gerçi hamma inson o'zi ishongan narsani haqqoniyat deb ishonadigan bo'lsa-mu, biroq amaliyotda u har bir inson va yoki ma'lum bir qavm o'z manfaatini markaz qilgan bir taraflimilik haqqoniyat bo'lib, u insonning reallikni aynan tunib yetishiga eng cho'ng to'salg'i bo'lishi mumkin. İnson ko'z oldidagi manfaat yoki boshqalar tashlab bergan naf insonning ko'zini ko'rmas qilib qo'yishi mumkin. Natijada inson reallikdan ayrilib, ko'z oldida ko'rinib turgan, biroq erishish imkoniyati bo'lmagan manfaatning orqasidan ketib qolish mumkin. Uchinchi, qarshi tarafga bo'lgan pozitsiyamiz. Ya'ni dushmanimning dushmani do'stimdir nazariyasining ta'siri. Dushmanimizning dushmani har doim do'stimiz bo'lishi noto'g'ri. Agar bir inson dushmanimning dushmani cho'qim do'stim deb qarab,
uning qo'li bilan dushmanidan intiqom olish istagi bak kuchli bo'lsa, bu ahvolda u odamning nimaga ishonishga cho'ng ta'sir ko'rsatishi mumkin. Har qanday jamiyatda ishondirguchilik rolini o'ynaydiganlarning soni oz, ishonguchilarning soni ko'p bo'lib, ishondirguchilar o'zi tashabbus qilayotgan narsaga ishonishi mumkin, ishonmasligi mumkin. O'zi ishonmagan narsaga boshqalarni ishontirish ilmiy-kirlik bo'lib, u dunyoni kontrol qilmoqchi bo'lganlarning ham shundaqla diktatorlik tuzumidagi hokimiyatning o'rtaq alohidligidir. Albatta, demokratik tuzumdimi hokimiyat ustiga chiqmoqchi bo'lganlar xalqning qo'llashiga erishish uchun insonlarning yuqorqi psixikasidan foydalanib, har xil chora-tadbir va vositalar orqali insonlarni ishontirishga urinishi mumkin. Bugungi dunyo anglag'anga emas, o'z ko'zim bilan ko'rdim degangim ishongil bo'lmaydigan dunyo. Amerikalik xalqaro masalalar strategiyachisi va geosiyosiy masalalardagi oldin hukm qiluvchi mutaxassis George Friedman o'zining internet va oddiy fuqarolarning tragediyasi nomli asarida alohida eskartib, internet dunyosidagi kimlikni yushirish qulayligi kishilarga nomussizlarcha harakat qilish va qo'rqmay yolg'on so'zlash imkoniyati bergan. Bunda xohish ikkili siyosiy tarafda demokratlar yoki jumhuriyatchilarning har ikkisida bor bo'lib, kimning rost, kimning yolg'on ayrig'il bo'lmaydi. Uning qarashicha internetda ishonch yo'q. Facebook, Twitterda bir qism kimligi aniq bo'lmagan kishilar nomus bilan hisoblashmay har ishni, har gapni qila oladi. Odatda buni iz qo'g'lab tekshirib aniqlash tez. Internetning keng ko'lamda ommalashishi, shundaqla demokratik davlatlardagi internet erkinligi shaxslar va siyosiy tashkilotlarning nurg'un soxta va burmalangan uchurlarni ko'plab tarqatishiga fursat bergan. Bo'lib Amerika saylamidagi cho'ng ishlarda Amerikaning dushmanlari internet orqali soxta jamoat fikri paydo qila oladi. Yaqin kunlarda paydo bo'lgan WhatsAppdan o'rkib boshqa ijtimoiy taratqush supulariga ko'chish patparaqchiligimi odatdagi kishilarning biror ishning tegitaktini surishtirib boqmayla bir narsaga ishonib ketadigan ojizligini yana bir qatim oshkorlab bergan. Hozir Shveysariyada turishliq uchur bexatarligi mutaxassisi Abdushukur Abdurashid bu haqda yaxshi tushundirish bergan bo'lib, uning so'ziga asoslanganda WhatsAppning shaxsiy uchurlarni talab qilishi uchur texnik shirkatlarining normal qonun tartibi. U hargizmi shaxslarning uchurini oshkorlashni maqsad qilmaydi. Biz o'zimiz WhatsApp qatorliq applarga tizimlatganda ism, IP nomeri, telefon nomeri, to'g'ri mulozimati ta'minlagan shirkat, telefon modeli, sistema, oxirgi ulangan vaqti, WhatsApp aloqasidagi telefon nomerlar, a'zo bo'lgan guruhlar, tangshaklar degandek uchurlarni ashu shirkatga ixtiyorligimiz bilan bergan bo'lamiz. WhatsAppning bu qatorliq talabi ashu uchurlarning Facebook shirkatlari orasida o'rtaq ishlatilishi ekan. Uning ustiga bu talab Amerika, Kanada, Yevropadagi ishlatuvchilarni o'z ichiga olmaydi ekan. WhatsApp qatorliq applardagi mazmunlar bo'lak zanjir texnikasi bilan saqlanadigan bo'lib, sirtdagi odamlar emas, uchurni saqlagan shirkatlarmi ikki odam o'tirsida almashtirgan uchurlarni ko'ra olmaydi. Agar favqulodda ehtiyoj bilan mazmunlarni aniqlashga to'g'ri kelsa-mo, uning uchun nurg'un vaqt va iqtisod ketadi. Bundaq ahvolga odatdagi ikki odamning qimmati bo'lmagan gaplar uchun vaqt va iqtisod sarf qilish aqliga sig'maydi. 2 milliard ishlatuvchisi bor WhatsApp bexatarlik kafolat qila olmasa, bundaq kuchli raqobatda ustunlikni egallay olmaydi. WhatsApp bilan boshqa applar orasida texnikalik farqlar oz bo'lib, ularning asosiy farqini xaridorlarmi asosan bilib ketmaydi. Abdushukur Abdurashidning ko'rsatishicha, navbatda signal bir qadar ishonchli deb hisoblanadi ekan. WhatsApp haqidagi mish-mish paranglar bilan signal ishlatadiganlarning nisbati necha kundala 4200% eshib ketgan. Mushu nuqtadan aytganda, Amerikaning birinchi nomerlik dushmaniga aylangan saxtapaz Xitoyga tig'miti qarshi turayotgan biz Uyg'urlarga nisbatan har ishni aqlimiz bilan tegitakni surishtirib qilish har qanday bir xalqdanmi bakrak muhim.